soat 2 oldu. Biz Samaraga kirib olay dedim abi. Benzin tugagan. Zapaska benzin ham tugagan. Eng qizig'i vaqtda benzin bo'libdi. Vaqtda benzin olamiz desak, monoshlankiga tushmaydigan keng ekanda, vaqti katta ekan. Endi muvaffaq. Endi kechasi 2 da yo'lda mana boyni chiqaryapmiz o'zga. Boyni chiqarib, boydan endi benzin olamiz. Voy jonlarim. Çıkar yapayım degan. Kul degan. Ey can. Ne boylarsan? İlaç bak. Ne boylarsan? Reklama nima yedim ben? Reklama? Boşikim ben. Ey can. Taşa verdim o yakka. Endi boqdi. Chiqaramiz. Bok chiqarib men mol sesini. O'zi qayoqdan boy bunday vaqtda? Benzin quyishib, benzin bor deyishdi akalar. Voy nima? Akalar benzin quyish uchun benzin boqib chiqardim. Mo'jlarni benzin bokini benzin quyish uchun chiqardim. Qarang. Benzin olmadı ki. Vaqt qo'yapman. Maqsad aniq. Agar benzin yo'q bo'lganda ham o'zim neft ishlab bo'lsa ham benzin chiqaraman. Alloh akbar.